35 ming. Mashinani puli. Adamlarga olma. Otaxon yaxshi kunlarga minsa. Bir hoji odam mazza qilib haydab kel dedi. Sen haqiqiy o'g'il ishini qilding. Xalq ko'rsin deb ibrat uchun qilmayman. Yana riyo bo'lib qolmasa, adamlarga mashina sovg'a qilayotganimni chiroyli qilib, ta'sirli qilib videoga oling. Buyog'ini boplab beraman. Adajon, mana shu mashina mendan sizga sovg'a. Endi mashinani Andijon Bo'stonda joylashgan Abdulboriyga uyib beraman. Ketdi hoji aka. Etti, somsa, shashli, montilarning mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Oling hoji aka. 10 soatda 50 minglik. Trendda. Seni poylab turuvdim. Mashinani pultini berib tur, shoxonada o'rtoqlarim kutib oldi. Yayo chiqib kela qoling. Sizga qo'ysiz hozir bolalar kirib ketishi mumkin. Sendagi o'g'limni boriga shukr. U bizni erkakmizni, otamizni ko'nglini ko'tarish uchun yangi mashinaga adajonimga yozdirib olib kelib, qo'na qo'shib mahalla kuyi oldi. Mashina sovg'a qilamiz. Lekin ertasi kuni o'sha mashina o'zimizdan ortmaydi. U bizni o'zimizning nazlimizda hammasini ibrat uchun qo'yamiz. Riyo uchun emas. U bizni nima deyman o'rtoqlar? Video to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deb kommentariy yozinglar. Aytgancha, mashish qilgan akalar, menni afu bo'ylar. Haqiqatni olib chiqdim-da. Gap bo'lmaganda videoga bitta like bosib, negativ yozib ketinglar. U bizni